Rossiyada yurgan musofir aka-ukalar bormisizlar? Sizlar uchun ajoyib yangiligimiz bor. Biz Ilm markazi jamoasi yaqinda Rossiya safariga otlanyapmiz. U yerga borib, Rossiyadagi musofir yurtdoshlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan, o'quvchilarimiz bilan yaqindan tanishib, ko'rishib, suhbatlashmoqchimiz. Va o'quvchilarimiz uchun shunaqangi yaqinda tayyor bo'lgan kitoblarimizdan, nabor sovg'alarimizdan oldik. Inshaalloh uchrashib, bularni o'quvchilarga tarqatamiz. U yerda musofirchilikda qiynalib, til o'rganishga, kasb o'rganishga sharoiti bo'lmayotgan, moliyaviy tarafdan imkoniyati bo'lmayotgan yurtdoshlarimizga mana shu onlayn maktablarimizdagi rus tili kurslariga yoki kasb o'rganadigan kurslarimizga bepul o'qish imkoniyatlarini yoki har xil grantlarni tashkillashtirishni biz niyat qilib turibmiz. Xudo xolasa, sizlar duo qilib tursanglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Vaziyatni ko'rsatib, yoritib boramiz. Bu videoni aytgancha Rossiyadagi musofir do'stlarga yuborib qo'yamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat.